Amir Temur dunyo tarixida juda katta nom qoldira olgan buyuk sarkarda, o'rta asrlarning eng mashhur afsonaviy qo'mondoni, ulkan imperiya asoschisi, Temuriylar sulolasining bosh bo'g'ini, kuchli siyosatchi, hayoti davomida biror marta bo'lsa ham raqibiga yengilmagan buyuk inson. 9-aprel Amir Temur tavalludi kuni yurtimizda katta tantanalar bilan nishonlanadi. Biz ham ana shu munosabat bilan sizga buyuk ajdodimiz haqida eng sara ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Amir Temur haqidagi qiziqarli faktlar. Amir Temurning to'liq ismi Temur ibn Tarag'ay Barlos bo'lgan. Tarixiy asarlarda esa uni Temurlang nomi bilan tilga olishadi. Amir Temur shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. 1398-1399 yillar davomida Amir Temur Hindistonga yurish qilgan va uni zabt eta olgan. O'sha paytlarda Temur qo'shini tarkibi 120 ta harbiy fillar bilan to'ldirilgan. Amir Temurning hayoti davomidagi eng yirik urushi Iroq safarida bo'lib o'tgan va 7 yil davom etgan. 1402-yilda Anqara yonidagi jangda Usmoniylar hukmdori Boyazid ustidan g'alaba qozongan Amir Temur uni asirlikka oladi. Bu esa Usmoniylar imperiyasining yemirilishiga sabab bo'ladi. G'alaba natijasida Kichik Osiyo ham qo'lga olingan. Buning munosabati bilan Amir Temurga Angliya, Fransiya va Kastiliya qirollari tomonidan tabriknomalar kelgan. Kastiliya elchisi Ruy Gonzales de Clavijo Samarqandga tashrif buyurib, bu haqida butun boshli kitob ham yozgan. 20 yil davomida Usmon sultonlari qo'lga kirita olmagan Smirna qal'asini Amir Temur 2 hafta ichida ishg'ol etgan. Buyuk imperiya asoschisi ko'plab mamlakatlar, jumladan Bizantiya, Angliya, Fransiya, Kastiliya, Xitoy, Misr kabi davlatlar bilan diplomatik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Amir Temur tomonidan Fransiya qiroli Karl VI ga yozgan maktubining asl nusxasi hamon saqlanib qolgan. 1404-yilda Amir Temur 200 ming qo'shin bilan Xitoyni ishg'ol qilish uchun yo'lga otlangan. Temurning o'limi sababli Xitoy jangi amalga oshmay qolgan. Uni Samarqandga Go'ri Amir maqbarasiga dafn qilganlar. Ayni paytda Temurga tegishli mashhur Rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlanadi. Toshkent shahridagi Temuriylar tarixi davlat muzeyi 1996-yilda rasman ochilgan. Ayni paytda Shahrisabz, Samarqand va Toshkent hududlarida Amir Temur haykallari mavjud. 1996-yilda Amir Temur ordeni ta'sis etilgan. Mashhur Tojmahal maqbarasi 17-asrda Temur avlodi bo'lmish Temurizoda Shohjahon tomonidan qurilgan. Temur avlodlaridan yana biri Bobur esa Hindistonni zabt etib, buyuk imperiyaga asos solgan.